sho'sida 35 mingdan kiyimlar boshlanar ekan. Bu yoqda вечеринки kiyimi necha pul ekan? 35 mingdan. Вечеринки kiyimlaring necha pul? Вечеринки kiyimlarim aralash hammasi. 35 minglik ham. 35 mingga shtamplar qo'yganmiz, dvoykali. Bular asal kiyimlarimiz ham bilan qaranglar, chiroyligini har xil neobычный qo'yinlarimizni olib kelganmiz. Bilasizlar, yaqinda bitta do'kon ochiladi. O'shga nima kiysam ekan deb hozir o'ylayapman. Qur'ondan hammasi yozga, bahorga, вообще asal вечерний dvoykalarimiz, qo'yinlarimizdan bor. Mana buni qaranglar. Bizga obuna bo'lishmagan, hali obuna bo'lishganda men yana 35 mingga qanaqadir qo'yni chiqazib berardim. Obuna bo'lishadi. Video topga chiqsa ham obuna bo'lishmagan, bilaman-ku. Qaranglar, qanaqa. Mana shu videoga obuna bo'lsanglar, sizlarga qimmat kiyimlarni skidga qo'yib chiqarib beradi. Mana shu video agar 20 mingta like olsa, bitta qo'yni skidga chiqarib berasan. Skidka qilib beraman, a? 35 mingga skidka qilib beraman qo'yni-ya. Yo'q, 35 mingga emas, yaxshi ko'yligingni arzonroq qilib berasan. Arzonroq qilib beraman. Bu degani 15-20 mingga ham topsam bo'ladi degan, to'g'rimi? Mana 15-20. Qo'yni qanaqadir? Yo'q, yaxshi qo'yninga. Bo'pti, qani ko'raylikchi 20 mingta like bo'larmikan? Keyin o'shanga qarab skidka e'lon qilaman. Podpiska tashinglar, like bosinglar. Podpiska tashinglar, like bosinglar.